Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bizda 82-dars yuzlarni paletka yordamida hisoblash mavzusi. Yondosh mavzuyimiz mozaika hamda mashqlarni bajarish jarayonida paletka, yuz, birlik, o'lchov tushunchalari bilan tanishamiz. Birinchi sizga tushuntirmoqchi bo'lgan tushuncham bu paletka nima? Keling paletka haqida gaplashamiz. Hop, bu uchun maxsus taqdimot tayyorlab qo'ydim. O'sha taqdimot yordamida ko'rsatib beraman. Paletka shunday narsaki, qarang, mana bunday shaffof bo'lgan yuzaga, masalan, salafan paket bo'lishi mumkin. Biz tarafda salafan deb ataladi. Bu narsani sizni shevangizda qanday atalishini bilmaganligim uchun, hop, o'zingiz nomlab olishingiz mumkin. Mana bu narsa. Hop, bunga chizib chiqiladi, ya'ni ruchka yordamida chizib chiqiladi. Mana bunday kvadratchalarni chizib chiqiladi. Hop, kvadratchalarni qanday qilib chiziladi? Ya'ni hamma tomoni teng bo'lishi kerak. Ya'ni barcha kvadratchalar bir-biriga teng holatda chizilsa va mana shu bitta kvadratcha 1 sm kvadratni ifodalash kerak. Ya'ni demak bu nima degani? Bu 1 sm ga 1 sm bo'lgan o'lchamda kvadratchalarga bo'lib chiqasiz mana bunday. Hop, endi paletka yordamida yuzalar qanaqa qilib o'lchanadi? E'tibor bering mana bu taqdimotga. Hop, qarang. O'sha salafanni mana bunday shaklni ustiga qo'yadigan bo'lsangiz, egallagan maydoniga qarab turib siz yuza haqida tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin. Masalan, mana bunday qilib qo'yib chiqadigan bo'lsam, butunlarni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sanab chiqdingiz butunlarni. Endi mana bu hop qiyshiqlari borki, ya'ni yarimlari, shularni birlashtirib umumiy mana shu doira yuzi haqida siz aniq o'lcham haqida tasavvurga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Keling endi o'zimiz mustaqil ravishda paletkani qanday tayyorlashimiz mumkinligi haqida gaplashaylik. Keyingi taqdimotga o'taman. Demak, e'tibor bering. Paletka qanday tayyorlanadi? Buning uchun eng qulay usul mana bunday salafan paketni olishingiz mumkin. Hop, bu salafan paketni qanday tanlab olasiz? Qarang, hop, sizni kitoblaringizga qo'yilgan eskiroq kitob jildi bor-ku salafan. Shundan olasiz va katak daftarni ustiga qo'yasiz. Katak daftarni ustiga qo'yganingizdan so'ng mana maxsus video bor ekan. Shu video yordamida hisob ko'rsatib bermoqchiman sizga. Mana bunday holatda ekan. Mana ustiga qo'ydingiz. Qo'yganingizdan so'ng e'tibor berib turing. Qanday qilib chizishni ko'rsatib beradi video. Bir xilda yoyib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ko'tarilib qolmasin hech qayerda, hamma joyda bir xil bo'lishi kerak bo'ladi bu paletka chizishimiz uchun kerak bo'lgan salafan. Lineykani qo'yasiz. Va lineykani qo'yganingizdan so'ng ruchka yordamida chizib chiqishingiz kerak bo'ladi. E'tibor bering, hamma tomoni bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni siz o'lcham olayotganingizda hamma tomoni bir xil qilib olishingiz kerak. Mana birinchi chiziq chizildi. Keyingi chiziqni ham xuddi shunday qilib chizasiz. Hop, mana shu joyda eslatib o'taman. 1 sm ga 1 sm kvadratni o'lchashning eng oson usuli mana bu ikkita chiziq orasidagi masofani, hop, ikkita katak oling. Ikkita katagimiz matematika daftari katagi 1 sm ga teng bo'ladi. Mana ikkinchi chiziq chizildi. Uchinchi chiziq. Mana bu holatda 4-chi chiziq chizildi. Mana hamma chiziqlar chizildi. Endi qarang, bunaqasiga chizib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu qismiga, mana bu holatda chizib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi bo'g'ib olamiz tomonlarni, ya'ni mana bu tomonni yopib olaman chizib. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, yana e'tibor bering, shunda hop, bitta katagimiz, ya'ni biz chizayotgan bitta katak 4 ta matematika, ya'ni katak daftaringizga teng bo'lishi kerak. Ya'ni ikkita bu yoqdan, ikkita bu yoqdan qilib turib tenglab olishingiz kerak bo'ladi. Hop, mana shu usulda paletka tayyorlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham oson, ya'ni siz darsga mustaqil ravishda tayyorlab kelishingiz mumkin bo'ladi buni. Qo'ldagi ruchka. Qizim, gapirmay tur deganman-ku senga. Tush. Mavzuga qaytamiz, ya'ni paletka yordamida yuzalarni ustiga qo'yasiz va bemalol o'lchay olasiz va siz paletkani tayyor qilib oldingiz. Hop, birinchi mashqqa murojaat qilar ekanmiz. Birinchi mashq sharti quyidagicha ekan. Siz ko'rib turgan narsa mozaika. Plitka bo'laklaridan yaratilgan tasvir yoki naqsh, ya'ni mana bu nom mozaika deb ataladi. Plitka bo'laklaridan tayyorlanadi bu. Har bir rangdagi plitkadan qanchadan ishlatilganini hisoblang. Naqshda jami nechta plitka bor? Agar bitta plitkaning yuzi 10 sm kvadrat bo'lsa, unda butun naqshning yuzi nimaga teng? Keling, biroz kattaytirib olaman. Hop, endi e'tibor bering, mana bu chekka qismiga ishlatilgan plitkalarimizni qizil plitka deb nomlamoqchiman. Qizil plitkadan nechta ishlatilgan? Hop, sanaymiz. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hop, 40 ta plus ichki qismiga ham aynan shundan ishlatilganligini ko'rib turibsiz. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hop, demak ichki qismiga 24 ta. Hop, demak bu 64 ta. Hop, endi keyingi rangdagi plitkalarimiz qaysi plitkalar? Hop, e'tibor berib turamiz. Hop, bu plitkalarni quyidagicha sanab chiqaman. Hop, pushti plitkalar e'tiborimni tortdi birinchi. Hop, pushti plitkalarni sanaymiz, ya'ni pushta deylik. Hop, eslatib o'taman mana shu joyda. Hop, menda elektron darslik va ranglar sizning kitobingizdan biroz farq qilishi mumkin. Hop, pushti plitkalarimiz soni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ta. Hop, endi pushti plitkalarni sanab oldik. Hop, endigi navbatda qaysi plitkalarni sanab olamiz? Keling, sariq plitkalarni sanab olaylik. Hop, sariq plitkalarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ta. Sariq 16 ta. Hop, sariq plitkalarimizni sanab oldik. Hop, endi qaysi plitkaga navbat keldi bizda? Hop, mana bu havo rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. Hop, och havo rang deb nomlaymiz shuni. Havo rang. Hop, 12 ta och havo rangli plitkамizda 12 ta. Hop, biroz texnik nosozlik bo'lib qoldi. Bunga e'tibor bermaymiz. 12 ta. Hop, endi keyingi plitkamiz qaysi? Hop, to'q havo rang bo'lsin yoki to'q havo rang. Hop, ranglar menda biroz farq qilishi mumkinligi haqida yana bir eslatib o'taman. Hop, nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Hop, keyingi plitkamiz qaysi? Hop, mana bu o'rtadagi qaysi rangga kirishini bir ko'rib olishimiz kerak ekan. Hop, 9 ta deb turaylik. Bu ham to'q havo rangdan bo'lishi mumkin. Hop, demak, barchasini topib oldik. Jami nechta? Jami 120 bitta. Hop, nimaga surojdomni qo'shmasdan mana bu joydan 120 bittani chiqarib oldingiz deydigan bo'lsangiz, hop, mana bu tomonga sanayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bitta va mana bu tomonga 10 bitta. Hop, pastki tomonga ham aynan 10 bitta. Hop, shu sababdan men 11 ga ko'paytirdim va 120 bitta chiqardim. Endi masalamizni hop, ikkinchi sharti bor edi. Ya'ni har bir plitka yuzi 10 sm kvadrat bo'lsa, unda butun naqshning yuzi nimaga teng deyilganda. Hop, demak, jami plitkalar soni 120 bitta ko'paytiraman 10 sm kvadratga. Hop, demak, bunda 1210 sm kvadrat bo'ladi. Jami naqshning yuzi 1210 sm kvadrat va biz birinchi mashqni yakunladik. Hop, ikkinchi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlarga 3-sinf matematika onlayn kursimizni taqdim qilamiz. Kursimiz 3-qism darslikdan boshlangan bo'lib, 3 va 4-qism darsliklarimizni qamrab oladi. Ushbu kursimizda har yakshanba yangi haftalik darslar tashkillandi va siz hafta davomida ulardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, kursimizda o'qituvchilar uchun kerak bo'ladigan metodik qo'llanmalarni va foydali materiallarni joylab boramiz. Kursimizga ulanish narxi 25 ming so'm. Kursga ulanish uchun Telegramdan Sirojdomla akkauntiga yozishingiz mumkin. Mashq aytayaptiki, daftaringizga shaklni qayta chizing deyilgan. Hop,
men mana shu rasmni o'zidan foydalanib qo'ya qolaman. Chizish uchun qoida. Siz sanaysiz mana bu tomonga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta katak olasiz. Bu tomonga ham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Demak, 9 taga hop 8 ta katagini tanlab oling. Va ikkita mana bu yon tomonlarini chizib olganingizdan so'ng e'tibor bering. O'rtasidan nuqta olingki, mana bu holatda bitta katakdan iborat bo'lsa va ikkita nuqtani mana bu holatda tutashtirib chiqing. Hop, mana bunday tutashtirasiz. Chizish uchun sizga yo'nalish berib ketaman. Hop, mana bunday qilib tutashtirib chiqasiz. Natijada sizda shakl hosil bo'ladi. Va endi savollarga o'taman. Butun kataklarni yashil rangga bo'yang. Rasmda nechta butun katak bor? Hop, endi mana bu joydan boshlab mana bu holatda yashil katakka yashil rangda bo'yaysiz. Hop, menda bo'yash imkoniyati biroz yo'q. Shu sababdan sizga yo'nalish berib ketaman xolos. Hop, yarim kataklarni qizil rangga. Bu yarim kataklarni nechta butun katak hosil qilish mumkin? D shartda butun kataklarni yarim kataklardan hosil qiling va hosil qilgan butun kataklarga qo'shing, shaklni kataklarga yuzini toping degan. Hop, demak bu topshiriqni mana shu qismlarni mustaqil ravishda o'zingiz bajarasiz. Va biz navbatdagi mashqqa o'tamiz. Hop, 3-chi topshiriq aytayaptiki, ushbu shaklning yuzini qanday topish mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. O'z usulingizni ikkinchi topshiriqni yechish usuli bilan solishtiring. Ikkala usulda qanday umumiylik bor, ularning farqi nimada deyilgan. Hop, birinchi qiladigan ishimiz, e'tibor beramiz. Butun kataklarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hop, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hop, menimcha bo'ldi. Boshqa butun katak qolmadi bizda. Hop, endigi ishimiz, agar 32 ta chiqardik, mana bu bilan 33 ta butun katak bo'lishi mumkin. Hop, demak, endi yarimta kataklarni sanab chiqasiz. Ya'ni mana bu joyda bitta katak hosil qilasiz. Masalan, mana bu ikkitasidan bitta hosil qilsam plus 1 qo'yaman. Hop, endi misol uchun mana bu bilan mana bundan yana bitta hosil qilsangiz plus 1 qo'yasiz. Mana shu tartibda yarimta kataklarni sanab chiqasiz va qo'shasiz. Hop, bizda rasmni biroz kengaytirish imkoniyati yo'qligi sababli sizga yo'nalish beryapmiz. Ya'ni siz kitobdan osongina qila olasiz. Mana shu uslubda buni bajarishingiz mumkin bo'ladi. 4-chi mashqda aytayaptiki, paletka o'rnida siz daftaringizdagi kataklardan foydalanishingiz mumkin. Daftaringizga biror dog' rasmini chizing va uni bo'yang. Partadoshingiz bilan daftarlaringizni almashtiring va unga ushbu dog'ni yuzini hisoblashni taklif qiling. U hisoblashni qancha bajarganligini tekshiring. Ya'ni buni katak daftaringizni olib mustaqil ravishda bajarib ko'rasiz. Hop, bajarish bundan oldingi mashqdagi rasmdagi foydalanishingiz mumkin. Ya'ni shunaqa rasm chizishingiz mumkin bo'ladi. Hop, amaliy qismlarni imkon qadar yo'nalish berib ketyapmiz. Mustaqil bemalol bajarishingiz mumkin bo'lganligi sababli. Rasmdagi barglar va gullar yuzini hisoblab toping deyilgan. Hop, demak bunda ham e'tibor bering. Butun kataklarni belgilab chiqasiz. Mana bu uslubda. Belgilab chiqqaningizdan so'ng endi yarimta kataklarni ikkitadan olasiz. Ikkita yarim katak. Bitta butun katak sifatida qaraysiz. Va mana shu uslubdan foydalangan holatda bemalol bajarishingiz mumkin bo'ladi. 6-chi mashqda aytayaptiki, rassom devorga feruza, ko'k va oq rangdagi plitkalar yordamida mozaika termoqda. Mozaika uchun unga 354 ta feruza rangli plitka kerak bo'ladi. Bu ko'k rangli plitkadan 122 ta ko'p va oq rangli plitkadan esa 207 ta kam. Mozaika uchun unga qancha plitka kerak bo'ladi? Hop, masalani ishlashni eng oson va sizni chalg'itmaydigan usuli nima? Hop, bu yozib olish kerak. Ya'ni keling mana bunday deb yozaman. Feruza bu rangning nomi. Ko'k hamda oq. Hop, e'tibor qiling. Menda qaysi rang hozircha aniq? 354 ta feruza. Mana buni qarshisiga 354 ni yozaman. Hop, endi qarab turing. Mana shu 354 ta feruza rangli plitka ko'k ranglidan 127 ta ko'p. Ya'ni mana bu ko'k feruzadan qancha kam? 127 ta kam.
Chunki bu joyda aytayaptiki, feroza rangli pletka kerak bo'ladi. Bu ko'k rangli pletkadan 120 ta ko'p. Ya'ni mana feroza ko'p. Buni topish uchun nima qilaman? Demak, hop, buni topish uchun ko'k pletka 354 ayrilgan 127 deb yozaman. Ta deb qo'yaman hozircha. Endi va davomdan ko'p va oq rangli pletkadan esa 207 ta kam. Bundan ko'rinib turibdiki, mana bu oq rangli pletka feroza rangli pletkadan 207 ta ko'p bo'ladi. Demak, mana bu joyga 354 qo'shilgan 207 deb yozaman. Hop, mana mashqni ishlashim uchun kerakli ma'lumotlarni yozib oldim. Endi hisoblash ishlarini amalga oshirishimiz mumkin. Demak, 354 qo'shilgan 354 dan 127 ni ayira olaman. 224 qo'shilgan. Hop, endi keyingisi 354 qo'shilgan 207 bo'ladi. 561. Demak, barcha plitkalarni aniqlab oldim. Endi qiladigan ishim shularning yig'intisini hisoblashim kerak bo'ladi. 561 ga keling, qulay bo'lish uchun 354 ni qo'shib olaman. Natija 915. 915 ga esa 224 ni qo'shaman. 1139 ta. 1139 ta plitka kerak bo'ladi deymiz. Kerak bo'ladi. Mana ushbu topshiriqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. 7-mashq sharti quyidagicha ekan. Sxemalar bo'yicha masalalar tuzing va ularni tekshirishlar bilan yeching deyilgan. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Xo'p, birinchi mana bu joyda nechta bo'lakligini aniqlab olaman. 4 ta bo'lak, hozircha mana bu joyga 4 ta deb yozib turaman. Xo'p, bu o'zim uchun, masala tuzishim uchun kerakli bo'lgan ma'lumot. Xo'p, endi tasavvur qilaylik, quyidagicha masala tuzaman. A shartida bo'lay mana buni. A sharti uchun. Usta hop 5691 ta plitkadan 2115 tasini hop shogirdiga berdi. Shogirdiga hop ta bo'ladi, adashmasam mana shu joyda shogirdiga berdi. Qolgan plitkalarni to'rtta katta qutiga joyladi. Hop, har bir qutiga nechtadan plitka joylangan. Mana masala tayyor. Hop, nima qilaman? Endi masalani ishlashim kerak bo'ladi. Hop, birinchi ish, usta shogirdga berib yuborgandan keyin nechta plitka qoldi ustada? Buni aniqlab olishim kerak. Buning uchun 5691 dan ayiraman 2115 ni. Hop, ayirishni bajarib olamiz. Ya'ni 5691 dan ayiramiz 2115 ni, natijada 3576 ta qoladi. 3576 ta. Hop, endi ikkinchi ish. Mana shu 3576 dan usta 4 ta qutiga joylagan. Shuning uchun 4 ga bo'lib olaman. 3576 ni bo'laman 4 ga. 4 ga bo'ladigan bo'lsak 894 ta. Demak, birinchi qismini bajarib oldik. Endi ikkinchi qismiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Hop, ikkinchi qismga o'tishlarni bosgan tozalab olaman. Ikkinchi qismida nechta bo'lakka bo'linganini aniqlab olaman. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demak, 7 ta qismga ajratilgan ekan. Hop, sxemamiz 7 ta qismga ajratilgan ekan. Hop, usta, yana yozaman. Usta 7 ta naqsh uchun 7526 ta
plitka tayyorladi. Hop. Endi yana qo'shimcha shart qo'yaman. U naqshlarni kattalashtirish uchun yana 1938 ta plitka qo'shdi. Hop, demak, masalan shartni tuzdim. Bitta naqsh uchun nechta plitka kerak bo'ladi? Hop, masalani tuzib oldik. Ya'ni, masalani tuzishda eslatib o'taman, siz xohlagan uslubingizdan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni, bu sizning ijodkorligingizga bog'liq. Aynan men tuzgan bo'yicha masala tuzishingiz shart emas. Keling, endi masalamizni noodatiy qilaylik, ya'ni tenglamalar usulida tuzaylik. Demak, 7 ta naqsh, har bir naqshga y tadan ketadi desak, hop, bu plitkalar soni 7526 qo'shilgan 1938 bo'lsin deymiz. Va endi birinchi qiladigan ishimiz nima? Birinchi qiladigan ishimiz mana bu o'ng tomondagi yig'indini hisoblab olaman. 7 ko'paygan y barobar deymizda, yig'indini hisoblashimiz kerak ekan. 7526 ga qo'shishimiz kerak 1938 ni. Natija 9464 bo'ladi. Demak, y ni topadigan bo'lsam, 9464 ni bo'lishim kerak 7 ga. Natijada y barobar 1352. Demak, bitta naqshga 1352 ta plitka kerak bo'ladi deymiz. Va biz ushbu mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa bemalol tushishimiz mumkin. Hop, 8-mashq aytayaptiki, 129 ta toshdan iborat zanjir quyidagi qoida bo'yicha terilgan. Oq tosh, kulrang tosh, qora tosh. Oxiridan boshlab sanaganda 18-tosh qanday rangda bo'ladi? Hop, mana shu qismiga to'xtalib o'tmoqchiman. Oxiridagi tosh 129-tosh bo'ladi va biz sanaganimizda 1. 128-tosh 2, 127-tosh 3, 126-tosh 4, 125-tosh. Ya'ni oxiridan boshlab sanab ketaman. 5, 124-tosh 6, 123-tosh 7, 128-tosh. Hop, uzr, 22 bo'ladi bizda. 122-tosh 8, 121-tosh 9, 120-tosh 10, 121-tosh 11. Voy, yana adashib ketdim, biroz chalg'idim. 119-tosh bo'lishi kerak. 119-tosh 11, 118-tosh 12, 117-tosh 13 bo'ladi. 116-tosh 14, 115-tosh. Ya'ni oxirdan boshlab sanayapman. 15 bo'ladi. 116-tosh, 114-tosh bo'ladi bizda endi. 114-tosh 16, 113-tosh 17 va 112-tosh 18. Ya'ni oxirdan boshlab 18 ta tosh sanasam, boshidan boshlanganda, ya'ni mana bu holatda sanab chiqdim. Hop, oxirdan boshlab 18 ta sanaganimizda, eslatib o'taman, boshidan boshlab 112-toshga to'g'ri keladi. Hop, endi qanday qiling terilgan? Qoida qanday? Ya'ni qoida quyidagicha: kulrang, qora, hop, oq ekan birinchi. Oq,
kulrang, qora. Hop, yana takrorlandi. Mana shu oq, kulrang, qora. Hop, mana shu tartibda ketaveradi. Hop, endi har 3 ta toshda almashyapti toshlarimiz soni. Buni topish uchun nima qilaman? 112 ni 3 ga bo'laman. Hop, 11 ichida 3 ta bor, 3 kare 3 9, 22. 22 ichida 7 ta bor, 37 va 1 qoldiq. Demak, 1 qoldiq qolsa, demak, hop, qora toshda tugab turib, oq tosh boshlangan bo'ladi. Oq tosh. Demak, sanaganimizda keyingi toshning rangi oq rangda ekan, ya'ni oq toshga to'g'ri kelar ekan va biz ushbu mantiqiy topshiriqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. 9-mashqqa e'tibor qaratamiz. Ifodalarni hisoblang va mos harflar yordamida so'z hosil qiling. Mozaika hosil qilgan rangli shaffof shisha bo'laklari mozaikani hosil qilgan qanday ataladi deyilgan mashqimiz shartda. Hop, A harfiga mos bo'lgan sonni topishimiz kerak. Buning uchun nima qilaman? A harfiga mos sonni topish uchun 261.783 ga qo'shishim kerak ekan 193.740 ni. Hop, demak bizda 455.523 chiqadi. O zaman 455.523. Hop, qayerda bor? Mana bu joyda bor ekan. Hamda mana bu joyda bor ekan. Keyingi L harfiga mos bo'lgan sonni qidiraman. Buning uchun 308 ni 71 ga ko'paytirishim kerak. 308 ko'paytiruv 71. Natijamiz 21.868. 21.868. Hop, bor ekan, shunaqasi qidiramiz mana bu joydan. Hop, demak bizda L harfi so'zimizda ishtirok etmagan deb qaraymiz va M harfini qidiramiz. Hop, M harfiga mos bo'lgan sonni topish uchun 471 mingni bo'laman 6 ga. Hop, 471 mingni 6 ga bo'lib oladigan bo'lsak, bizda chiqadigan son 78.500 chiqar ekan. Yozib qo'yaman o'sha 78.500. Hop, qayerda bor shunaqasi? Mana bu joyda bor ekan M harfi. Hop, keyingisi hop, S harfiga mos bo'lgan sonni topishimiz kerak. 543.100 ayrilgan 291.928. Hop, ayirmani hisoblab olishim kerak. Ya'ni 543.100 dan ayirishimiz kerak ekan 291.928 ni. Natija 251.172. 251.172. Hop, mana bu joyda bor ekan S harfi, S harfimiz. Boshqa joyda mana bu joyda L harf bor ekan. 21868 mana joyda bor ekan, qaramamiz. Hop, keyingi sonimiz T harfiga mos bo'lgan sonni topishim kerak. T harfiga mos bo'lgan sonni topish uchun 5040 ni 6 ga ko'paytirishim kerak. Demak, 5040 ko'paytiruv 6. 30.240 chiqadi bizda. 30.240. Hop, mana bu joyda bor ekan. Hop, endi K harfiga mos bo'lgan sonni qidiraman. 98.956 bo'lingan 11. Hop, bo'linmani hisoblashim kerak. Ya'ni 98.956 ni 11 ga bo'laman. Natija 8996. Hop, mana bu joyda bor ekan K harfi. Smalk sa degan so'z hosil bo'lar ekan. Birinchi marta eshitishim bunaqasini. Hop, mana shu joyda harfni yozishda xato qilib ketibman. To'g'rilab qo'yay, keling. Smalkta demoqchi edim. S yozib qo'yibman. Mana bunday holatda bo'lish kerak ekan, chunki 3240. Hop, demak biz qidirgan so'z smalkta. Va biz navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. 10-mashq sharti quyidagicha. Tikish turlaridan biri olmoslik kashta yoki olmoslik mozaikadir. Matoga kichkina yaltiroq toshlar naqshga muvofiq qat'iy ravishda yopishtirilishi kerak. Umida dekabr va yanvar oylarida har kuni o'zining olmosli rasmi ustida ishladi.
Dekabrda u rasmga kuniga 40 minut. Xo'p, yozib turaman mana bu joyga. Dekabr. Kuniga 40 minut. Yanvarda esa 50 minut. Yanvar 50 minut. Sarfladi. Bu ishni bajarish uchun Umida necha soat vaqt sarflagan? Xo'p, endi bitta hal qilib olishimiz kerak bo'lgan qismi bor. Dekabr necha kundan iborat, yanvar necha kundan iborat? Dekabr 31 kundan iborat. Yanvar oyi esa 31 kun u ham 31 kun. Xo'p, endi dekabr oyida Umida jami sarflagan vaqtni hisoblayman. Dekabr oyida 31 ko'paytiruv 40. Ya'ni kuniga 40 minutdan sarflagan-ku. 31 40 ga ko'paytirishda erinsangiz yoki ko'paytirgingiz kelmayaptimi? Keragi yo'q shunchaki. 31 ni 4 ga ko'paytiring. 4 ta 30 120, 4 karra 1 4. Demak 124. Orqasiga bitta nol yozaman. 1240 minut. Xo'p, endi yanvar oyida 31 kun davomida kuniga 50 minutdan sarflagan. 31 ni 50 ga ham ko'paytirgingiz kelmayotganmiz. Demak, buni ham kerak yo'q. 31 shunchaki 5 ga ko'paytiring. 5 ta 30 150, 5 karra 1 5. Demak 155 va orqasiga bitta nol yozamiz minut. Xo'p, endi qiladigan ishimiz nima? Xo'p, dekabr va yanvar oylarida qancha minut vaqt sarflaganini hisoblayman. Buning uchun 1240 ga qo'shaman 1550 ni. Xo'p, yig'indini hisoblaymiz. Xo'p, 2790 minut. Xo'p, endi masalamiz shartida minutni so'ramagan, balki necha soat vaqt sarflagan deyapti. Xo'p, soatga aylantirish uchun minutni nima qilar edik? Eslab ko'ring. Demak, minutni soatga aylantirish uchun 2790 ni 60 ga bo'lishim kerak. Mana shu joyini o'zida bittadan 0 ni chizib tashlayman. Natijada menda 279 bo'lingan 6 hosil bo'lib qoladi. Xo'p, e'tibor qilamiz. Xo'p, 27 ni ajratib olaman. Xo'p, 27 ni ichida nechta bor? 4 ta bor. 4 karra 6 24. Xo'p, endi 24 dan 27 dan 24 aytsam 33 qoladi. 39. 39 ichida nechta bor? 6 talikdan 6 ta bor. 46 soat va qoldiq qoladi bizda. Qoldiq qancha bo'ladi? E'tibor berib turamiz. Xo'p, qoldig'imiz qarang. 3 bo'ladi. Hop, endi 3 bo'lingan 6 bo'lib qoldi-ku mana shu vaziyatda. Buni qanday qilib hisoblaymiz? 46 soat 30 minut deb olamiz buni. Va biz mana shu holatda mashqni bajardik. Demak, Umida dekabr va yanvar oylarida 46 soat 30 minut vaqt sarflagan deyishimiz mumkin bo'ladi. Va qadrli do'stlar, biz ushbu mavzuni yakunladik. Navbatdagi darsimizda yana bir yangi mavzuni ko'rib chiqamiz.